boshqalar bilan solishtiruvni yana bir salbiy oqibati shuki, u sizni musobaqaga undaydi. Aslida inson masalan o'ziga yaqinroq bir shaxslar bilan o'zini solishtiradi, to'g'rimi? Masalan, rejissyor boshqa rejissyor bilan, rassom boshqa rassom bilan, san'atkor boshqa san'atkor bilan, imom boshqa imom bilan, ilmli kishi boshqa olim bilan. Deylik, bir imom aytadiki, nimaga uni jumada uni masjidida odam ko'p, menikida yo'q, deb solishtirishni boshlaydi. Hatto masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, hali men o'tgandan keyin bir vaqtlar keladi, havorijlar degan bir toifa chiqadi. Ularni namozlarini ko'rsanglar, ularni ro'zalarini ko'rsanglar, o'zingizlarnikini hech narsaga sanab qo'yasizlar. Ya'ni shunchalik biz namozimizdan biz namoz o'qiyapmiz ekan deb yuribmiz-da, biz ham ro'za tutdik deb yurgan ekanmiz. Buni qarang. Demak, bu yerda nima bor? Solishtiruv bor. Va Rasululloh aytayaptilarki, ularni namozlariga qarab, ro'zalariga qarab siz aldanib qolmang. Ular dindan xuddinki o'q kamondan otilib chiqqandek chiqib ketadi. Oldin masalan inson solishtira oladigan insonlar 5 ta 6 ta bo'lishi mumkin edi. Yo maktabda bo'lsa sinfdoshi, universitetda bo'lsa kursdoshi, ishxonada bo'lsa bir ikkita o'zini pozitsiyasida ishlaydigan bir qaysidir odam va shunday. Lekin bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar chiqqandan keyin insonni solishtiradigan shaxslari 200-300 bo'lib ketib qoldi. Bugungi kundagi tadqiqotlarga ko'ra, eskidan insonlar bir muddat kimlar bilandir o'zini solishtirishardi, lekin bugungi kunda bu narsa davomiylikka aylandi. Ertalab ochadi, o'sha yotishdan oldin yopib yotgan telefonni ertalab ochib yana titib qaraydi Instagramda va boshqa. Bugungi kundagi o'zini eng yaxshi rasmini, eng chiroyli rasmini, dunyoda bugungi kundagi rasm qo'yayotgan odamlarning 90% filtr bilan ishlatadigan bu rasmlarni ko'rib, insonlar shularga qarab turib, o'zini taqqoslab, havas qilib, o'shalarga taqlid qilishni boshlaydi. Mana bu insonni o'zini xuddinki vitrinaga qo'ygan bir tovarga o'xshatib qoladi. Qo'ygan rasmini nechta odam like qo'yibdi? Qo'ygan suhbatini yoki so'zini nechta odam qilibdi? Va buni taqlid qilishni boshlaydi. Va mana bu boya aytganimizdek, buni salbiy tarafi shuki, musobaqalashuvga kiradi. Uni qancha like olibdi, uni nechta odam prosmotr bo'libdi. Va mana bu musobaqa paytida inson asosiy maqsadini, inson asosiy yer yuzidagi o'zini missiyasini, o'ziga yuklatilgan vazifani unutib qo'yadi. Zotan dunyoga nima uchun kelgan edi? Ertaga inson vafot qilgandan keyin qayerga boradi? Nima bu dunyo shu bilan o'tib ketilarmidi? Bir tadqiqot o'tkazgan ekan, 5-6 ta odamga bir varaq qog'oz topshiriladi. Unda 5-6 ta savollar yozilgan. U savollarda bittasi katta yozilgan, bittasi mayda yozilgan, bittasi qora bilan bold qilib yozilgan, bittasi kursivda yozilgan, har xil. Hammaga tarqatildi, o'qimay turinglar dedi va men 1 2 3 deganda hammanglar o'qiysizlar, yozilgan savollarni o'qiysizlar, israz javob berasizlar dedi. Keyin boshlandi. Hamma o'qishni boshladi. Eng boshda yozib qo'ygan, ismingizni ayting, o'zingizni familiyangizni, otangiz ismini, o'zingiz ismingizni ayting degan. O'qib aytishyapti. Keyin siz qandaysiz? Siz nimalarni yaxshi ko'rasiz? Falon savollar berganda, oxirrog'iga yaqin bir o'rtasida kichkina so'z bilan yozib qo'yilgan bir yozuv bor ekan. Uni hech kim o'qimasdan o'tib ketdi. Bu musobaqani boshlagan odam aytdiki, yana bitta kichkina savol qoldi ko'zinglardan qochgan dedi. Nima deganida? Qarasar kichkina yozuv bilan qo'yibdi. Faqat birinchi savolga javob bering deb yozib qo'yganlar. Musobaqalashganda inson musobaqa ruhi kirgandan keyin hech narsaga e'tibor bermay qo'yadi. Agar u o'ziga berib turib, bu qog'ozni shularga bir o'ylab, fikrlab bir javob bering deganda edi, o'qib chiqardi boshdan. Ali yozni ko'rib turib, faqat tepadagi savolga javob beradi. Lekin musobaqa ruhi insonni obyektiv qarashlikdan yuzaki qarashlikka insonni chiqarib qo'ydi. Shuning uchun musobaqalashganda, solishtirganda inson o'zining ichidagi individuum bor. Alloh taolo yagona qilib yaratgan. U sizda shunaqa bir xususiyatlar borki, sizning ichingizda shunaqangi boshqalarda yo'q bir narsa borki, siz uni tashqariga chiqarib, insonlarga shu bilan foyda keltirishingiz kerak. Yo bo'lmasa, boshqalarga taqqoslagan paytingizda u narsa yo'qoladi, ichingizdagi narsa yo'qoladi. Siz musobaqa ruhiga kirasizda, ichingizdagi o'sha javharni yo'qotasiz va uni ko'mib tashlaysiz. Va yuzaki fikrlaydigan bir insonga aralashib qolasiz. Keyin hayot shunchalik qisqaki va unchalik uzun emaski, biz umrimizni boshqalar bilan solishtirib, musobaqalashib
o'tkazib yuboradigan darajada arzon emas bizni hayotimiz. Ya'ni agar siz musobaqalashadigan bo'lsangiz, boqiy mangu bir narsalar uchun musobaqalashing. Alloh taolo Qur'onda jannatni tasvirlab turib, jannatni tasvirlagandan keyin aytadiki, "Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun." Bir-biri bilan o'zishadigan, bir-biri bilan musobaqalashadiganlar mana shunga qarab musobaqalashsin. Jannatdagi maqomga, jannatdagi darajalarga musobaqalashsin. Insonlarga shunchalik yaxshilik qilishliklarda musobaqalashsinki, o'zidan keyin insonlar orqasidan duo qiladigan, insonlar yaxshilik bilan uni eslaydigan bir asarlar qoldirsin, izlar qoldirsin dunyodaki. Chunki bugungi kundagi yuzaki yeganini ham Instagramga qo'yadigan, ichganini ham, borganini, yotganini, ba'zan insonlarning hayoti shunchalik darajada arzonligini ko'rib achinib ketasizki, chunki siz vaqtdan iboratsiz. Kuningiz ketgani sizdan ba'zi qismingizni ketgani degan. Xuddiki bir tasavvur qiling, siz tamomila qumdan iborat bo'lgan bir soatsiz, pasingizdan bir narsa kamaygan sari sizni ketyapti. Oxiri nima bo'ladi? Kamayib oxiri yo'q bo'lasiz bu dunyoda. Insonlar bir odam stream qilib ochib qo'ygan, uyda quruq ishlab o'tiribdi, uyda bir narsa qilyapti. 700 ta odam, 800 ta odam to'xtamasdan uni tomosha qilib o'tiribdi. Bu psixologik bir kasallik aslida. Endi bu ijtimoiy tarmoqlarda, masalan, bu ishni qilayotganlarning ko'pchiligi azbaroyi faqat shu daromad olishlik uchun qilayotganini insonlar tushunmaydi. Masalan, bir narsani qilgandan keyin o'sha nimasiga reklama qo'yadi, to'g'rimi? Asosiy topadigan puli o'sha reklama orqali bo'ladi. Insonlarga irfon tarqatib, bir narsani, haqiqatni, hikmatlarni o'rgatadigan odamlar bundan istisno. Lekin bugungi kunda faqat o'zlarini ko'z-ko'z qilib yuradigan odamlarni birinchidan ham hasad tegib, ham ko'z tegib, oqibatlari yaxshi bo'lmaganlarni ko'ramiz. Bir yulduzi porlaydi, shu bilan yo'q bo'ladi. Masalan, bir kunda bir birodar aytadi, bizni bir jiyanimiz yaqinda uylandi deydi, Turkiyada. Turk birodar aytayapti. Keyin bular deydi, butun hayotini nimaga qo'yishni boshlashdi deydi. Mana biz ta'tilga bordik, bugun mana nonushta qilyapmiz, bugun obedga boryapmiz, bugun safarga chiqdik, bugun kinoga kirdik falan mismadon. Bir oydan keyin deydi, shunaqangi janjal bilan ajrashdi deydi. Chunki ko'z degan narsa ham bor. Insonlar hasad ko'zi bilan qaragandan keyin insonga ko'z tegish degan narsa bor. Va shu bilan birgalikda insonlarda norozilik hissini uyg'otib, yolg'onchi ne'matlarni insonlarga maqtanib yurgan odamlar ham ana shu insonlarning gunohga botishligiga yo'l qo'yib bergan uchun ham gunohkor bo'ladi. Masalan, aytiladiki, insonlar sizni g'iybat qilishliklariga sababchi bo'lib qolmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masalan bir kun kechqurun kelayotganlarida orqalarida ayollari Sofiya onamiz kelayotganda oldilaridan sahobalar o'tib ketishdi. Shunda aytdilarki, assalomu alaykum, salomlashdilar. Men yonimda Sofiya dedilar. Shunda aytdilarki, "Ya Rasululloh, sizdan shubhalanamizmi? Ya'ni siz begona ayol bilan qorong'ida ko'rmaydingiz, kim bilan kelayotganini?" Deganda yo'q, dedilarki, shu shaytonga bir vasvasaga yoki bir qalblarida bir shubha uyg'onishiga yo'l qo'ymaslik uchun buni oldindan aytib qo'yganlar. Shuning uchun mana shu insonlarni g'iybat qilishlariga yo'l qo'yib gunohga botishlik. Masalan, shunaqa narsa borki, ya'ni bir narsangizni insonlarning oldida qo'yib qo'ymangki, ertaga o'g'irlanishiga sababchi bo'lib qolmang. Insonlarga bir fitna bo'lib qolmang, ya'ni. O'zingiz narsangizni o'zingiz ehtiyot qiling, eshigingizni yopib yuring, qulab yuring, yo bo'lmasa bir narsani har joyga tashlab qo'ymangki, insonni qalbidagi zaifligidan o'sha narsaga qo'l urib qo'yishligi mumkin bo'ladi. Agar o'sha narsaga sabab bo'lmasa, u ish qilmas edi. O'shaning uchun bir gunohga sabab bo'lib qolishligini o'zi ham o'sha gunohga sherikligini bildiradi. Yana bir muhim bir narsani aytmoqchi edim. Masalan, tasavvur qiling. Igna bor, qalam bor va minora bor masalan. Igna ma'lum bir narsa, lekin qalamni yonida turganda qaysinisi katta? Ignadan ko'ra qalam katta. Qalamni minoraga taqqoslaydigan bo'lsangiz, qalam hech narsa emas, to'g'rimi? Demak, inson bir odam bilan boshqa odamni solishtirgan vaqtda yo o'zini ko'taradi tepaga, yo o'zini pastga tushiradi. Biz insonlar bilan tanishgan vaqtimizda darrov, masalan, turklarda shunaqa narsa bor. Isming nima? Qayerliksan va nima ish qilasan deydi. Darrov o'sha sizni bir ijtimoiy tokchaga qo'yish kerak. Siz aytsangizki, men doktorman desangiz, "Ha, bu odam doktor ekan" deydi, siz bilan boshqacha gaplashib, darrov o'zini pastga oladi, pastga tushiradi.
men professorman desangiz, yo aytsangiz men deylik astronavtman desangiz, yo men masalan uchuvchiman desangiz, siyosatchiman desangiz, darrov eshitgan odam o'zini pastga olib turib, shunga yarasha muomala qiladi. Siz aytsangizki, ha men o'zi dadamni do'konda ishlayman desangiz, yo bo'lmasa aytsangizki, men falon joyda qorovulman desangiz, haligi odam nima qiladi? Qavaradi. Ishadi, oldingizda ishib turib, sizga shunga qarashga muomala qilishni boshlaydi. O'shaning uchun o'rislardagi haligi maqol bor. Insonni kiyimiga qarab, tashqi ko'rinishiga qarab kutib olishadi-da, kuzatayotganida aqliga qarab kuzatadi. Chunki o'tirgandagi gapirgan gapi suhbatidan keyin insonni darajasi qandayligi bilinadi. Masalan, bir nimada aytiladi, Imom Shofiyni adashmasam, oyoqlari og'rir ekan, ya'ni bunday bukib o'tirganda qiynalar ekanlar. Bir kun oldida bir haybatli bir inson o'tirgan ekan, juda bir chiroyli kiyingan, tashqarisi qiyofatiga qarab turib, bu birja ilmli kishi bo'lsa kerak deb shu suhbatni oxirigacha tizzalarini bukib qiynalib o'tirgan ekanlar-da. Keyin bir muddat o'tgandan keyin haligi odam bir savol so'rabdi. Savol berishidan uni darajasini bilib olgan Imom Shofiy. Darrov bilganlarda, biz oyog'imizni uzatsak ham bo'laverar ekan deganlar ekan. Ya'ni bir odamga taqqoslagan paytda uni hurmat qilishlik, osmonlarga ko'tarib yuborishlik yo pastga urishlik emas. Maqsad. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, anzilun nasa manazilahum. Insonlarni o'zlari loyiq bo'lgan o'ringa qo'yinglar. Qaysi o'rinni haq etsalar, shu o'ringa qo'yinglar. Eng birinchi o'rinda haqiqat shuki, sizning qarshingizdagi turgan odam qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u sizga o'xshagan yaratilgan maxluq. Etdan, suyakdan bo'lgan maxluq. Unda qaysi bir sifatlar bo'lishi mumkin, sizda qaysi bir sifatlar bo'lishi mumkin, lekin u haqiqat shuki, u sizga o'xshagan inson. Endi siz uni haddidan oshiq ko'taradigan bo'lsangiz tepaga, siz o'zingizni pastga urgan bo'lasiz. Uni insonni agar pastga uradigan bo'lsangiz, siz o'zingizni tepaga ko'tarib kibrlantirgan bo'lasiz. Eng birinchi o'rinda shuni bilishingiz kerakki, siz bu dunyoda bu dunyoni yaratgan, yo'qdan bor qilgan, dunyoni tadbir qilib boshqarib turgan Robbul alamin bor. Alloh taolo bor. Agar siz qalbingizda Allohning azamatini, Allohning buyukligini, Allohning qodir zot ekanligini to'g'ri taqdir qila olsangiz, unda hamma narsa atrofda nima qilib ketadi? Kichrayib ketadi. Shuning uchun masalan bir inson bilan ertaga ko'rishasiz. Deylik, katta bir siyosatchi odam yoki o'ta boy odam, yo bir firmani yoki bir katta holdingni kattasi sizni suhbatga chaqirdi. Oldiga borganingizda, oldiga borishingizni o'zida siz nima qilib bordingiz? Kichrayib bordingiz oldida. Nima desangiz, nima qildingiz? Lekin siz agar Allohning azamatini, Allohning buyukligini qalbingizda tutganingizda edi, unga bu narsa siz o'zingizni taqdim qilishingizga, o'zingizni ko'rsatishingizga, u bilan gaplashishingizga monelik qilmasdi. Uni haybati sizni ezib qo'ymasdi. Hasanul Basriydan shogirdlari so'rashgan ekan, siz bir necha marta Hajjoj bilan ko'rishgansiz, undan qo'rqmaysizmi? Chunki Hajjoj zolim degan bir ismi bo'lgan, Hajjojning bir zolim degan ismi bo'lgani uchun hamma qo'rqqan. U bilan gaplashishlikdan, ya'ni bitta gapi bilan kallasi ketishlikdan qo'rqqan. Shunda aytgan ekanki, har gal men Hajjoj bilan ko'rishganimda Allohning azamatini, buyukligini his qilardimda, ana shu vaqtda u xuddi huzurimda pashshadek kichrayib qolardi. insonlarga baho bergan vaqtda haddan oshiq o'zini ko'zida kattalashtirib yuborish ham kerak emas. Bu degani haligi insonlarni o'sha yetakchilarga osiylik qilishlik degani emas yoki birovlarni bir tiyinga olish kerak emas degani emas, lekin o'sha haq qilgan, qadr qilgan o'rniga qo'yishlik kerak degan ma'noda. Yana bir narsani aytmoqchi edimki, masalan shu nina, qalam va minora. Bular uch qalasi uch xil narsa, bir-biridan farqli, lekin uchalasining ham o'ziga yarasha o'rni bor. Qalam qilgan ishni nina hech qachon qila olmaydi. Nina qilgan ishni qalam qilgan ishni nina qilgan ishni qalam, minora qilgan ishni hech bir narsa qila olmaydi, to'g'rimi? Ya'ni hammasini o'ziga yarasha vazifasi bor. Bularni tenglashtirishlik, solishtirishlik hajm jihatidan bo'lishi mumkin, lekin uni bajaradigan vazifasi jihatidan taqqoslashlik noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun insonlarni bir-bilan taqqoslab turib, mana sinflarga ajratib tashlashlik yoki bo'lmasa tashqi qiyofatidan ko'rib turib unga bir baho berishlik, bu insonni yuzakilikka olib keladi. Yana bir narsani aytishni unutilibdi bu yerda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun shunday dedilar insonlarga: "La yahqiranna ahadukum nafsahu." Ey musulmonlar,
hech biringiz o'zini pastga urmasin, haqir sanamasin, o'zini past sanamasin. Shunda so'radilarki sahobalar, ya Rasululloh, qanday qilib inson o'zini past sanaydi, o'zini haqir ko'radi, ojiz ko'radi? Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, banda bir ishni ko'radi. Ana shu ishni ko'rganda Alloh uchun u yerda bir narsa deyish kerak bo'ladi. Masalan, bir munkar ish ko'rildida, o'sha yerda "Ey, bu ishingiz to'g'ri emas. Xudodan qo'rqing" deyish kerak edi. Yo bir shu yerda bir narsani gapirish kerak edi. Lekin gapirmadi. Va qiyomat kuni Alloh taolo undan so'raydi. "Ey bandam, mana shu holat bo'ldi ko'zing o'ngingda. Nega gapirmading?" deganda, "Insonlardan qo'rqdim" deydi. Shunda Alloh taolo aytadiki, "Vaholanki men ko'proq haqli edim qo'rqishlikka. Mendan ko'proq qo'rqishing kerak edi, insonlardan emas" deydi. Demak, bu bilan inson o'zini haqir sanagan bo'ladi, o'zini pastga tushirgan bo'ladi, pastga qo'ygan. O'shaning uchun insonlar bilan gaplashayotgan vaqtingizda kerak o'rinda yo'q deya bilish kerak. Kerak o'rinda o'zingizni so'zingizni, fikringizni ayta olishingiz kerak. Ya'ni haddan oshiq uni buyutib turib, indamay qolishingiz kerak emas. Va shuni bilishingiz kerakki, rizqingiz insonlarning qo'lida emas. Sizni hayotingizni davom etishligi u insonlarning qo'lida emas. Alloh taoloning qo'lida xolos. Masalan, Shayx Shayroviy aytadilarki, insonlar bilan qilgan muomalada oqibatini shuni o'ylangki, insonlarni sizga qila oladigan eng oxirgi nuqtasi Allohning taqdirini uyg'ulash bo'ladi xolos. Alloh taolo nima taqdir qilgan bo'lsa, o'shani bajarib berishlik bo'ladi. Boshqa narsa bo'lmaydi. Demak, bu bilan insonlarni haddan oshiq ko'tarib yuborishlik yoki tushirib yuborishlik to'g'ri emas. Siz birinchi o'rinda o'zingizni bir ideal bir hayolingizdagi hayoliy o'zingiz bilan ham taqqoslamang. Men shunaqa bo'lishim kerak, men bunaqa bo'lishim kerak, men bunaqa bo'lishim kerak deb hayoliy bir o'zingizda chizib qo'ygansiz. Bitta bir hayolda chizilgan ideal bir adham bor. U bilan taqqoslamang o'zingizni, chunki u yo'q narsa, hayotda yo'q narsa. Yoki boshqa inson bilan taqqoslamang, chunki u siz emas, siz u emas va sizdan uni juda ham farqi katta. Uni yurgan yo'li boshqa. Masalan, ba'zi odamlar 30 yil tinmay yurib kelgan odam bilan bugungi 2 kun qadam tashlagan odamni bir-biri bilan taqqoslashtirishni boshlaydi. Aslida bu ham rejissor, lekin ikkalasining orasida qancha farq bor? Uni yurib kelgan yo'li boshqa. Uni hayotiy kechinmalari boshqa. Va shuning bilan birgalikda o'zingiz bilan o'zingizni eski o'zingiz bilan ham taqqoslamang. Chunki u eski adham bilan bugungi adhamning orasida farq bormi? Farq bor. Eski adham boshqa edi. Uni yashagan sharoitlar boshqa edi. U paytda oilasi yo'q edi masalan. Bugungi Adhamjondan xafa bo'lganlar bor. Masalan, eskidan zo'r edi, gaplashib turardik, ko'rishib turardik. Hozir kelmay qo'ydi masalan. Chunki oilasi bor, chunki ishi bor, ishlash kerak, oilani boqishlik kerak, harakat qilishlik kerak, to'g'rimi? Siz shu bilan o'zingizni taqqoslangki, shu o'zingiz bilan, shunday o'zingizni shaxsiy bilan taqqoslangki, qo'lingizdan keladigan ish bilan. Masalan, bajara oladigan ishingizda. Masalan, men to'g'ri bugungi kunda qarindosh urug'larimni yoki birodarlar bilan, do'stlarim bilan ko'risha olmayman, lekin ularga masalan SMS jo'natishim mumkin, tabriklashim mumkin, SMS jo'natishim mumkin, yo bo'lmasa bir hadya jo'natib qo'yishim mumkin, yo bir telefon qilib qo'yishim mumkin. Ko'risha olmayman, to'g'ri. Mana bugungi kunda siz qanday bo'lishligingiz imkoniyati bor o'zingiz bilan hozirgi o'shani qilmayotgan o'zingizni taqqoslab turib ish olib boring. Mana shunda bir nima bo'ladi, bir natija bo'ladi. Qisqacha aytmoqchi bo'lganim shu, inson o'zini qadriga yetishlik kerak, o'zining ichidagi javharni topa olishlik kerak, o'zini dunyoda yagona ekanligini bilishlik kerak va mana bu taqqoslashdan ko'ra, o'zini taqqoslab umrini ketgandan ko'ra bir odamga yordam bersin. Undan ko'ra o'ziga bir shogird qilsin-da, o'shani yetishtirsin. Sham, yonib turgan sham bor-a? Sham yonib turgan miqdorda uni yorug'ligiga hech narsa ta'sir qila olmaydi. Yorug'lik beraveradi. Siz ichingizdagi ilmni boshqaga o'rgatganingiz sari, masalan, ko'pchilik ustozlar o'zining shogirdlariga hasad qilib ba'zi bir narsani o'rganmaydiki, ertaga o'rganib olsa, rizqimni kesib ketadi deb o'ylaydi. Birinchidan bu nodonlikki, Alloh taolo rizqingizni sizni belgilab qo'ygan, to yer osmonlarni yaratmasdan oldin. Uni hech kim sizni rizqingizni o'g'irlab keta olmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, agarchi u ishni siz o'rgatsangiz ham, uni ishlagan ishini natijasi bilan sizni ishlagan ishingiz natijasi har xil bo'ladi. Chunki unga olib borgan yo'l muhim aslida. Bu ba'zi bir narsalarni kashf qilishingiz uchun 20 yil ketgan bo'lishi mumkin. O'sha narsani bir kunda o'rgatib qo'ydingiz. Uni yo qadriga yetadi yo yetmaydi, yo uni biladi yo bilmaydi. Keyin
uni fikrlash jarayoni, fikrlash yo'li boshqa. Chunki u boshqa avlod va siz boshqa bir avlodsiz. Hech qachon sizni o'rningizga kela olmaydi u odam. Masalan, sizga taqlid qilishi mumkin, sizdek gapirishi mumkin, sizdek kiyinishi mumkin, lekin u siz bo'la olmaysiz. Masalan, aytishadiki, olmonlar birinchi o'sha Germaniyani bosib olgan vaqtda, qaysi bir zamonda yangi elektrичество chiqqan vaqt ekan. Qarasa nimalarga, ko'chalardagi stolbalarga chiroqlar ilib qo'yilgan ekan. Bular zo'r narsa topibdi-yu deb shat kesib Germaniyaga borib ilib qo'ysa yonmasmish. Chunki uni bilmaydi, uni ichiga sim kelish kerak, elektrичество kelish kerak, orqasidan tok bo'lish kerak. Xabar yo'q. U yerda yonib turgan narsa bu yerda yonmayapti. Ya'ni hech qachon boshqa odam siz bo'la olmaysiz. Lekin bir insonni, shaxsni shakllantirganingizda, unga bir yo'l berganingizda, uni bir oyoqqa turg'izib bir yurganini ko'rganingizda siz rohatlanasiz, mazza qilasiz. U sizdan bir asar qoldi dunyoda. Sizni yo'lingizni yo fikringizni, yuzni maktabingizni davom ettiradigan bir holat qoldi. Boya aytgandek, o'sha sham modomiki yorug' berib turar ekan, nima qilmaydi? Unga yorug'lik hech narsa zarar bermaydi. Agar bir paytda o'zida 10 mingta sham yonib ketsa ham, uni shamni nimasi o'chib qolmaydi. Bizga xuddi shunday ko'rinadi. Xuddiki boshqa shamlar yonganda bu sham yorug'i kamaygandek ko'rinadi. Aslida unday emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, har kun ertalab tong saharda bir farishta duo qiladi. Allohim infoq qilganga o'rnini to'ldirib ber. Kim infoq qilsa, ehson qilsa, o'zidan bir narsani chiqarib boshqasiga ilinsa, uni o'rnini to'ldirib ber. Alloh taolo hech qachon bandasidan qarzdor bo'lib qolmaydi. Ilmda ham shunday. Siz berasiz, ko'payaveradi. Zotan eski hikmatlarda kelardi, har narsa berilishligi bilan kamayadi, illo ilm. Berdingizmi ko'payaveradi, berdingizmi ko'payaveradi. Ana shu Allohning Razzoq ekanligiga, Allohni taqdirlarni odillik bilan taqsim qiluvchi ekanligiga bilganingizdan keyin, Allohim, Robbim, sen menga bergan rizqingga shukr. Sen menga bergan taqdiringga shukronalarimiz bor deb ko'ngil rohatligi bilan, jon rohatligi bilan yashash qanday-u, boshqalarga o'zini taqqoslab, siqilib, hammadan xafa bo'lib, ojizlikda umrini mana shunday bir arzimagan narsalar uchun sarflayotgan insonning misoli qanday?